Buni o'zi asli qiladigan ishi mana bunaqa ko'rib bo'lmaydigan joylarda ko'rish, mana shunaqa qilib qayerga yeyilgan, nima bo'lgan yoki bo'lmasa suv bachog'igacha qanchalik kir bo'lgan. Hammaga assalomu alaykum. Mana bu qo'limdagi narsa endoskop deyiladi. Buni avtoservislarga ko'p ishlatsa bo'ladi. Buni emas, bu arzon versiyasi, u ekranli bo'ladi. Buni ekrani yo'q, bu telefonga ulanadigan, hozir ko'p chiqamiz, juda ham kopeyka narxga endoskop kачествоsi qanaqa. Mana shunaqa paketchaga bo'ladi. Buni paketni ochganimizdan keyin to'kamiz. Buni ichiga hamma narsaga bor instruksiya bo'ladi. QR kodni skaner qilasiz yoki bo'lmasa xuddi mana shu oddiy yozsangiz internetga chiqib keladi приложениеsi. Mana bu agar telefoningiz iPhone bo'lsa, mana bunga iPhone 11 12 bo'lsa, mana bu Type-C tushmaydi bo'ladi. Perxatnik olish kerak. Micro USB bo'lsa, micro USB o'zi bor. Agar kompyuter bo'lsa, kompyuterga ham bor. Mana kompyuterga buni tiqib, bu yerni kompyuterga tiqasiz. Undan keyin bu yerga har xil nasatkalari bor. Endi ishlatib ko'ramiz. Bizga telefon mana shu programma bo'ladi. Bu programmani ham ishlatsa bo'ladi, keyin mana bu programmani ham ishlatsa bo'ladi. Men shuni ishlataman. Mana tiqamiz. Tiqqanimizdan keyin mana salgina yonadi. Bu so'raydi, qaysi programmadan kirayman deb. Telefon ekrani ham avval ko'rsatmoqda. Qarorchi bunisidan kiramiz biz. Mana shundan chiqib ketdi bu kirmay. Undan keyin mana ko'rsatishni boshlaydi mana bundoq. Mana bu yeriga bright tuguni bor. Bu svitini ro'shan xira qiladi mana. Bunisi rasmga oladi mana bu knopkasi. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, o'zi buni ish asli qilayotgan ishi klaviatura tanqid qilish emas. Buni o'zi asli qiladigan ishi mana bunaqa ko'rib bo'lmaydigan joylarda telefon orqali ko'rish, mana shunaqa qilib qayerga yeyilgan, nima bo'lgan yoki bo'lmasa suv bachog'igacha qanchalik kir bo'lgan. Mana telefon sizga ikkita telefondan ko'rish juda ham qiyin. Agar ko'z bilan ko'rsangiz yaxshi qilib ko'rsatadi. Mana bunaqa ko'zga ko'rinmas joylarga bolt tushib ketadi-ku. Xuddi shuni ko'rishga xizmat qiladi. Juda ham arzon va foydali narsa deb o'ylayman. Agar kачествоsi yaxshi ko'rinmaydigan bo'lsa, svitini sal xiraroq qilsa, отражение bermay yaxshi ko'rsatadi mana.